Nega tana hayoti uchun kurashadi, biz esa unga xalaqit beramiz. Qachonki biz oshqozon og'rig'iga dori ichsak, jigar jim turadi. Charchoqni shokolad bilan bosmoqchi bo'lsak, ichaklar indamaydi. Kam uxlasak, asabiylashsak, o'yga botsak tana baribir toqat qiladi. Ammo u qachongacha sabr qila oladi? Avvaliga yengil shivirlaydi, og'irlik, bosh og'rig'i, kayfiyati o'zgarishi bilan keyin ovozini ko'taradi. Gastrit, qalqonsimon bez muammolari keladi, doimiy yallig'lanishlar bilan. Agar buni ham eshitmasak, tinchgina so'na boshlaydi. Tana hech qachon bizga qarshi chiqmaydi, u oxirigacha biz uchun kurashadi. Savol: biz unga yordam beryapmizmi yoki xalaqit beryapmizmi? Men sizga mutaxassis sifatida shunday bir yo'lni ko'rsataman. Tanamizni tinglashni o'rganamiz. Xronik yallig'lanish sabablarini bartaraf etamiz. Me'da ichak tizimini tiklaymiz. Qonni tozalaymiz. Qalqonsimon bezni mustahkamlaymiz. Organizmni og'riqsiz va dorisiz nafas olishga qaytaramiz. Sog'lomlikka olib boruvchi yo'l bu kurash emas, o'zing bilan birlikdir. Agar sizga shu haqda ma'lumotlar to'liq qiziq bo'lsa, marhamat, profilim shapkasidagi havola orqali Telegram kanalimga ulaning.